Agar 2026-yil sizdan nimanidir olib qo'ysa biling, bu jazo emas. Bu Chayon burji vakillari uchun ozodlikdir. Bu yil siz yo'qotmaysiz, siz qayta tug'ilasiz. 2026-yil sizni sinamaydi. U sizdan faqat bitta narsani so'raydi. Endi o'zingiz bo'lishga jur'at bormi? 2026-yilda Chayon burji vakillari hayoti tubdan o'zgaradi. Lekin bu o'zgarish tashqaridan emas, ichingizdan boshlanadi. Oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Chayon burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda Chayon burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taoloning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. 2026-yil uchun Chayon burji vakillarining munajjimlar bashorati. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil hayotda ortga qarab yurilmaydigan, qat'iy qarorlar qabul qilinadigan davr sifatida boshlanadi. Go'yo siz yonib turgan ko'prikdan ikkilanmasdan o'tayotgandek bo'lasiz. Ortga qaytish yo'q, faqat oldinga harakat bor. Endi vaqti kelgach barcha narsalar, eski bog'liqliklar, majburiyatlar, ichki shubhalar va og'ir fikrlar asta-sekin o'z kuchini yo'qotadi va hayotingizdan chiqib ketadi. Bu jarayonda Ketu, ya'ni karmik poklanish sayyorasi sizni ichingizdan muloyim tarzda ogohlantirib turadi. Endi keraksiz yuklarni qo'yib yuborish vaqti keldi. Saturn esa sizni jazolash uchun emas, balki chiniqtirish, mas'uliyatni his qildirish va kuchliroq qilish uchun ta'sir ko'rsatadi. Yupiter esa har qanday yo'qotish yoki qulashdan keyin yana oyoqqa turish, yangi imkoniyatlarni ko'rish va ishonchni tiklashga yordam beradi. 2026-yil Chayon burji vakillari uchun tub o'zgarishlar, ichki yangilanish va o'sish yili bo'ladi. Bu jarayonda ba'zan og'riq, noqulaylik yoki ichki qarshilik sezilishi mumkin, ammo bu salbiy holat emas. Aksincha, bu sizning o'sayotganingiz, kuchayib borayotganingiz va eski chegaralardan chiqayotganingizning belgisi bo'ladi. 2026-yilning yanvar-mart oylariga Chayon burji vakillari uchun bashorat. 2026-yilning birinchi 3 oyi Chayon burji vakillari uchun sokin davrdan keyin keladigan kuchli o'zgarishlarga o'xshaydi. Bu paytda hayotingizda muhim bir bosqich yakunlanishi mumkin. Ishdagi loyiha tugaydi, munosabatlar o'z nihoyasiga yetadi yoki siz uzoq vaqt bajargan bir rolni ortda qoldirasiz. Bu holatlar boshida og'ir tuyulishi mumkin, lekin aslida ular siz uchun foydali va zarur bo'ladi. Boshqaruvchi sayyorangiz Mars sizga qat'iyat va jur'at beradi. Endi siz voqealar qanday kechishini kutib o'tirmaysiz, balki o'z hayotingiz bo'yicha qarorlarni o'zingiz qabul qila boshlaysiz. Bu davr tashabbus ko'rsatish va mas'uliyatni qo'lga olish uchun ayni vaqtdir.
Moliyaviy masalalarda ham yil boshi kuchli bo'ladi. Bu paytda sarmoya kiritish, moliyaviy rejalarni qayta ko'rib chiqish, yangi ish boshlash yoki faoliyat yo'nalishini o'zgartirish uchun qulay imkoniyatlar paydo bo'ladi. Eng muhim jihat hissiyotlarga berilib ketmasdan, vaziyatni sovuqqonlik bilan baholash va shu bilan birga yuragingizdagi ishonchni yo'qotmasdan harakat qilishdir. Yil boshida sevgi hayoti ham juda faol bo'lishi mumkin. His-tuyg'ular kuchli, voqealar hayajonli bo'ladi. Lekin bu davrda sabrli bo'lish va shoshmaslik muhim ahamiyat kasb etadi. Chayon burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati. 2026-yilning aprel-iyun oylarida Yupiter sizning hayotingizda yangi bosqichni ochadi. Uzoq vaqt davom etgan noaniqlik va ichki og'irlikdan so'ng hayotingizda asta-sekin yorug'lik kirib keladi. Bu davrda yangi odamlar bilan tanishish, qiziqarli takliflar olish va foydali hamkorliklarni boshlash ehtimoli yuqori bo'ladi. Ayniqsa ta'lim olish, psixologiya, strategik rejalashtirish va tadqiqot bilan bog'liq ishlar yaxshi rivojlanadi. Bahor fasli siz uchun ichki yangilanish davri bo'ladi. Hayotga bo'lgan qiziqish, ishtiyoq va oldinga intilish yana qayta uyg'onadi. O'zingizni tirikroq, faolroq va ilhomliroq his qilishingiz mumkin. Venera esa munosabatlarda chuqurlik olib keladi. Bu davrda yuzaki, qisqa muddatli hissiyotlar emas, balki suhbat, ohang, tushunish va ruhiy yaqinlikka asoslangan aloqalar muhim bo'ladi. Sizning eng katta kuchingiz halollik va ochiqlikdir. Ba'zi gaplaringiz boshqalarga biroz keskin tuyulishi mumkin, ammo bu yil o'zingizni yashirmasdan, fikringizni ochiq aytish sizni yanada mustahkam va ishonchli qiladi. Shuning uchun rost gapirishdan va o'zingiz bo'lishdan qo'rqmang. Chayon burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati. 2026-yilning iyul-sentyabr oylarida Saturn sizni ichki va tashqi o'zgarishlaringizni sinovdan o'tkazadi. Bu davrda ba'zan ikkilanib qolishingiz, o'zingizni go'yoki yo'lingizni yo'qotgandek his qilishingiz mumkin. Ammo bu holat orqaga ketish emas, aksincha bu sizning ichki dunyoyingizni qayta tartibga solish, o'zingizni yangicha shaklda tushunish jarayonidir. Bu paytda faqat boshqalarga qulay bo'lish uchun o'zingizni majburlamang. Tashqi tinchlikni saqlash uchun ichki xohishingizdan voz kechish sizga foyda bermaydi. Ayniqsa maqsadlaringizni yana bir bor ko'rib chiqish, nimalar muhim, nimalar ortiqcha ekanini aniqlash va keraksiz yuklardan asta-sekin xalos bo'lish ayni muddao bo'ladi. Moliyaviy tomondan bu davr barqaror o'tadi. Agar keraksiz xavotirlar va asabiylikka berilmasangiz, o'ylab qilingan qarorlar sizni muammolardan asraydi. Munosabatlar sohasida esa sinovlar bo'lishi mumkin. Kim siz bilan chin dildan, asl mohiyyatingizni qabul qilgan holda birga bo'lsa, aynan o'sha odamlar yoningizda qoladi. Chayon burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. 2026-yilning so'nggi oylarida siz mehnatingiz va sabringiz samarasini aniq his qilasiz. Bu davr g'alaba va yutuqlar vaqtidir. Ishda, shaxsiy hayotda va ichki dunyoyingizda yangi bosqich boshlanadi. Yupiter va Marsning kuchli ta'siri tufayli boshlagan har qanday ishingiz o'z natijasini beradi. Daromad oshishi, muhim aloqalarning mustahkamlanishi va o'zingizga bo'lgan ishonchning ortishi kuzatiladi. Venera sizni ichki tomondan yumshatadi. Endi siz faqat yutish va kurashish bilangina emas, balki tinch va muvozanatli yashash bilan ham kuchli bo'lish mumkinligini tushunasiz. Yil oxiri noyob holatni olib keladi. Vaziyat sizning qo'lingizda bo'ladi. Lekin buning uchun o'zingizni zo'riqtirishingiz shart bo'lmaydi. Siz bunday sokin va ishonchli holatga to'liq loyiqsiz. 2026-yilda Chayon burji vakillari uchun umumiy xulosa. 2026-yil Chayon burji vakillari uchun yangilanish yili bo'ladi. Bu xuddi eski terini tashlab, yangi bosqichga o'tishga o'xshaydi.
Ba'zi jarayonlar oson kechmasligi, ba'zan ichingizda og'riq yoki noqulaylik bo'lishi mumkin, ammo aynan shu holatlar sizni erkinlikka, yengillikka va ichki kuchga olib keladi. Siz yana hayotning mazmunini, tiriklik hissini chuqurroq sezishni boshlaysiz. Endi oldingizdagi yo'lni siz boshqarasiz va u siz belgilagan qoidalar asosida davom etadi. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil shiori: Men yakunlardan qo'rqmayman, men yangi boshlanishlarni tanlayman. Eng qulay davrlar: may, avgust va noyabr oylari. Bu oylar muhim qarorlar, keskin burilishlar va shaxsiy yutuqlar bilan esda qoladi. Chayon burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. 2026-yil ayol Chayon burji vakillari uchun shunchaki navbatdagi yil emas, balki to'liq yangilanish davri bo'ladi. Bu yil siz hayotingizda yangi sahifani ochasiz va ortga qaytish istagi bo'lmaydi. Siz tinchroq, ongliroq bo'lasiz. Lekin eski rollar, o'zingizga to'g'ri kelmaydigan holatlar endi ortda qoladi. Siz bu yilga shunday ichki holat bilan kirasizki, soxta narsalar sizga endi ta'sir qilmaydi. Achinib davom etilgan munosabatlar, barqarorlik deb nomlangan, lekin charchatgan ishlar yoki kuchli ko'rinish ortidagi ichki holdan toyish, bularning barchasi asta-sekin hayotingizdan chiqib ketadi. Bu yil sizga ichki kuchingizni qayta his qilish imkonini beradi. Endi kuch boshqalarni nazorat qilishda emas, balki o'zingizni aniq tushunishda, sezgiga quloq solishda va haqiqatni tan olishda bo'ladi. Siz endi o'zingizni yashirmaysiz, rol o'ynamaysiz, taxmin bilan yashamaysiz. Agar sevgi bo'lsa, u chin bo'ladi. Agar og'riq bo'lsa, u ochiq his qilinadi va vaqt o'tib yo'qoladi. Sizga mos kelmaydigan inson bo'lsa, uni janjalsiz, sokinlik bilan hayotingizdan chiqarib yuborasiz. Ish va faoliyatda ham harakat boshlanadi. Siz uzoq vaqt soyada qolib ishlashdan charchagansiz. 2026-yil esa sizga oldinga chiqish imkonini beradi. Yangi loyiha boshlash, sohani o'zgartirish, yetakchi rolni olish yoki nihoyat o'zingiz uchun ishlash. Sizning sezgirligingiz, kuchli intuitsiyangiz va qat'iyligingiz bu yilda eng katta boyligingizga aylanadi. Bu yil sizni o'zingizga g'amxo'rlik qilishning yangi usuliga o'rgatadi. Bu g'amxo'rlik shovqinli yoki ko'z-ko'z qilinadigan emas, balki sokin bo'ladi. Vaqtida uxlash, yetarli suv ichish, tanaffus olish, ba'zan yolg'iz qolishdan uyalmaslik. Siz asta-sekin tushunasiz. Sezgirlik zaiflik emas, balki to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan ichki kompasdir. Yil oxiriga kelib siz buni aniq his qilasiz. Siz yumshab qolmagansiz. Aksincha, ichki tomondan yanada kuchli bo'lgansiz. Chunki endi kimligingizni yashirmaysiz. O'ziga rost bo'lgan ayol Chayon burji vakillari esa hayotni majburlab emas, balki o'z energiyasi bilan moslab yashay boshlaydi. Chayon burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil munajjimlar bashorati. 2026-yil erkak Chayon burji vakillari uchun boshqalarning qoidalari asosida yashashdan voz kechiladigan yil bo'ladi. Avval murosa qilib kelgan, ichingizda rozi bo'lmasangiz ham chidab turgan holatlar asta-sekin yemirila boshlaydi. Bu jarayon tartibsizlik keltirish uchun emas, balki sizning asl kuchingiz va haqiqiy hayotingiz uchun joy ochish maqsadida sodir bo'ladi. Siz yilni aniq ichki qaror bilan boshlaysiz. Yetar, endi haqiqiy hayot bilan yashayman. Bu yildan boshlab siz qaytib kelmaydigan joylarga kuch va vaqt sarflamaysiz. Na odamlar bilan, na rejalarda. Ish faoliyatida hammasi aniq ko'rina boshlaydi. Yo yuqoriga intilish bo'ladi, yo butunlay boshqa yo'l tanlanadi. Bir joyda qotib qolish endi mumkin emas. Bu yil keskin, ammo to'g'ri qarorlar qabul qilish uchun qulay davrdir. Sohani o'zgartirish, o'z biznesini boshlash yoki keng fikrlaydigan, sizni tushunadigan insonlar bilan sheriklik qilish mumkin. Shu davrda sizning sezgi va farosatingiz juda aniq ishlaydi va noto'g'ri qadamdan asraydi.
Shaxsiy hayotda ham o'zgarishlar bo'ladi. Bu keskinlik drama shaklida emas, balki rostlik darajasida namoyon bo'ladi. Agar his-tuyg'ular bo'lsa, ular yanada chuqurlashadi. Agar munosabatda faqat odat yoki charchoq qolgan bo'lsa, siz buni ochiq aytasiz va og'riqsiz, sokin tarzda yo'lingizni ajratasiz. Yolg'iz erkak Chayon burji vakillari esa o'zini so'zsiz tushunadigan inson bilan uchrashishlari mumkin. Bu oddiy ehtiros emas, balki sizning hayotingizga, odatlaringizga va qadriyatlaringizga kuchli ta'sir qiladigan aloqadir. 2026-yilning eng asosiy sinovi tashqi sharoitlarda emas, balki ichingizda bo'ladi. Siz nimani ushlab turish, nimani esa vaqtida qo'yib yuborish kerakligini o'rganasiz. Nazorat qilishni ham, ishonishni ham o'z o'rnida qo'llay boshlaysiz. Lekin bu hammaga emas, faqat chinakam ishonchga loyiq bo'lgan insonlar uchun bo'ladi. Yil oxiriga kelib siz o'zingizni ilgari hech qachon bo'lmagandek mustahkam his qilasiz. Bu holat kimnidir yengganingiz uchun emas, balki o'zingizga qarshi kurashishni to'xtatganingiz uchun yuzaga keladi. Siz shunchaki o'zingiz bo'lib qolasiz va aynan shu holat butun dunyoning yana siz tomonga moslashib kelishi uchun yetarli bo'ladi. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil sevgi bashorati. 2026-yilda sevgi siz uchun chin haqiqatni anglatadi. Siz faqat shunchaki yomon emas yoki baribir barqaror kabi munosabatlarga rozi bo'lmaysiz. Sizga o'zingizni tirik his qiladigan, samimiy va haqiqiy inson kerak va aynan shunday odamlar sizga tortila boshlaydi. Agar munosabatlar mavjud bo'lsa, 2026-yil ularni sinovdan o'tkazadi. Uzoq vaqt yashirilgan hislar, dard, jimlik, rashk, yo'qotish qo'rquvi yuzaga chiqadi. Ammo bu buzish uchun emas, balki tozalash uchun bo'ladi. Agar ishonch bo'lsa, munosabatlar yanada chuqurlashadi, nazorat kamayadi, yaqinlik esa ortadi. Agar munosabatlar faqat odat, qaramlik yoki o'yinlarga asoslangan bo'lsa, bu yil ochiq suhbat yoki sokin ajralish imkonini beradi. Dramasiz, qichqiriqsiz, lekin erkinlik bilan. Yolg'iz Chayon burji vakillari hayotlarida esa tasodifga o'xshamaydigan uchrashuvlar bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ehtiros portlashi emas, balki tinch tanishish va u meni ko'rib turibdi va bundan qo'rqmayapti degan hisdir. 2026-yilning asosiy darsi: haqiqiy sevgi sizni zaif qilmaydi va buzmaydi. Aksincha, u sizning kuchingizni qaytaradi va bu kuchni hech kimdan himoya qilish shart emas. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil moliya bashorati. 2026-yilda Chayon burji vakillari moliyaviy yetuklikning yangi bosqichiga kiradi. Endi impulsiv xarajatlar, g'urur uchun sarflar yoki isbotlayman degan o'yinlarga o'rin yo'q. Siz strateg sifatida harakat qilasiz. Kamroq shoshilasiz, ko'proq aniqlik bilan qaror qilasiz, kamroq tavakkal qilasiz va moliyani yaxshiroq nazorat qilasiz. Bu yil moliya poydevorini mustahkamlash yili bo'ladi. Eski qarzlar yopiladi. Ortiqcha majburiyatlardan qutulasiz va pul siz uchun ishlaydigan tizimga aylanadi. Daromad barqarorlashadi agar siz o'zingizning haqiqiy qiymatingizni talab qila boshlasangiz. Shuningdek, bu yil katta moliyaviy o'sish ham mumkin. Biznes muvaffaqiyati, loyihalar ko'tarilishi, sheriklik yoki o'z biznesingizni rivojlantirish. Eng katta moliyaviy xato haddan tashqari nazorat qilish va pulning ma'nosini yo'qotishdir. Pul siz uchun qurol emas, balki ilhom va imkon yaratadigan vosita bo'lishi kerak. Yil oxiriga kelib siz barqarorlikni his qilasiz. Bu hammasi mukammal bo'lgani uchun emas, balki siz endi dunyoni emas, o'zingizni boshqara olganingiz uchun. Chayon burji vakillari uchun 2026-yil salomatlik bashorati. 2026-yilda tanangiz sizning ruhingizni aks sadosi bo'ladi. Agar og'riqni yashasangiz, u charchoq, uyqusizlik yoki tanadagi turli signallarga aylanadi. Bu yil sizni yengil, tinch va buzmasdan bo'shashishni o'rgatadi. Yil boshida energiya yuqori bo'ladi, lekin agar ichingizda yig'ilgan hislar bo'lsa, ular quyidagi shakllarda namoyon bo'lishi mumkin.
asabiylashish, bosim o'zgarishi, bel, og'riq, yurak yoki oshqozon og'rig'i. Tanangiz shunday deydi: sen har doim temir bo'la olmaysan. Maxsus e'tibor talab qiladigan sohalar: umurtqa pog'onasi, bel, asab tizimi va gormonal muvozanat, chunki ularning holati ichki taranglik bilan bog'liqdir. Tiklanish yumshoq, lekin kuchli vositalar orqali keladi. Suv ichish, sifatli uyqu, harakat va rostgo'ylik. Chayon burji vakillari uchun agressiyasiz, ammo kuch beradigan mashg'ulotlar ayniqsa foydalidir. Suzish, yoga, yo'nalish beruvchi jang san'atlari. Ikkinchi yarim yilda haddan tashqari ishlasangiz, tanangiz signal beradi. Bu safar e'tiborsiz qoldirmang. Davolanishning yarmi dam olishdir. Yil oxiriga kelib, siz ichki tinchlik va tashqi kuchning noyob uyg'unligini his qilasiz. Ko'zga ko'rinmas, ammo haqiqiy kuch. Chunki nihoyat siz o'zingiz bilan kurashishni to'xtatasiz. 2026-yil Chayon burji vakillariga bitta haqiqatni o'rgatadi. Kuch nazoratda emas, rostlikdadir. Siz endi hammani ushlab turmaysiz. Siz endi o'zingizni isbotlamaysiz. Siz tanlaysiz. Kim qoladi? Chinakamiga qoladi. Kim ketadi? Joy bo'shatadi. Bu yil sizni sindirmadi. Bu yil sizni yumshatdi. Chunki haqiqiy kuch boshqarishda emas, ichki sokinlikdadir. Va agar siz Chayon burji vakili bo'lsangiz, biling, siz yo'qotganingiz uchun emas, qo'yib yuborganingiz uchun yengdingiz. Do'stlar, mana shu bilan biz Chayon burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir burj vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liq. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Shu yilda qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qirolidir. Aziz do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor. Kommentariyda qaysi burj vakili siz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi? Shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.